Pul topib olsangiz. Omadku bu. Buni nima qilamiz endi? Egasini topamiz. 3 marta kimniki deymiz. Hech kim indamasa o'zimiznikida. Egasiga olib boramizda, suyunchisiga yarmini olamiz. Tuya ko'rdingmi yo'q? Yo'q. Egasi yo'q. Yo'q. Yarim bo'lashib olamiz. Bunday holatda aslida qanday bo'lish kerak edi? O'zgalar buyumini topib olganda qanday yo'l tutishni dinimiz bizga qandoq o'rgatgan? Avval egasini topishni harakatini qilamiz. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali xabarni bersangiz kifoya. Topib olingan omonatingizni 1 yil saqlaganingizdan keyin ham egasi topilmagan taqdirda siz uni haqdorlarga, beva bechara yoki miskinlarga ehson qilishingiz mumkin. Bunda omonatning egasiga savobi boradi. Qachonki omonat egasi omonati sizdaligini bilib, so'rab kelgan taqdirda qalbingizda shunday niyat bo'lish kerakki, ya'ni egasiga qaytarib beraman yoki o'shani qiymatichalik pulni to'lab beraman. Shu holatda savobi sizga o'tadi.